Va nihoyat buni ichini ochib ko'rish vaqti keldi. Hozir biz buni ichini ochib ko'ramiz. Bir narsani ta'kidlab o'tish kerak. Uziplar monoblok ko'rinishda bo'ladi, yaxlit ko'rinishda bo'ladi. Nima uchun unday yasalinadi? Kuyib qolganida yaxlit almashtirib yuborish uchun. Bular kartrij ko'rinishda, boshqacha aytadigan bo'lsak, kasseta ko'rinishida. Hozir mana shunday bir alohida bir kartrij ko'rinishda ishlab chiqarilgan. Nima maqsadda? Bazasi doim joyida turadi. Faqat kartrij almashadi. Kartrij alohida sotib olinadigan jihoz hisoblanadi shunda. Xo'p, endi buni ichini ochishga va ko'rishga harakat qilamiz. Va nihoyat kartrijni ochib oldik. Mana bunaqa varistordan iborat. Orqa tarafi bu. Boshqa varistorlar bilan solishtiradigan bo'lsak, mana bular kompyuterdagi, ya'ni ancha quvvatli, katta quvvatli kompyuter blok pitaniyasida chiqadigan varistorlardan. Mana farqini ko'rsak bo'ladi. Odatda bu varistor turgan joylarda taxminan ya'ni o'sha quvvatlash blokida o'rnatilgan holatda ko'p uchrataman. 10-12 amper kamida предохранитель, ya'ni eruvchan saqlagich o'rnatilgan bo'ladi. Bu bilan birga. Varistorlarni adashtirishimiz kerak emas. Yaltiroq holatda bo'ladi. Sariq rangda bo'lsa ham, ko'k rangda bo'lsa ham va yoki hattoki yashil rangda bo'lsa ham doim glansiviy, ya'ni yaltiroq holatda bo'ladi va o'ziga xos yozuvlari bo'ladi. Masalan, 20K 471 deb yozilgan bo'lsa, 20 uni diskini o'lchami hisoblanadi. 471 bu 47, ya'ni 470 volt dan yuqoridan boshlab, 470 voltdan boshlab bu reaksiyaga kirishadi, ya'ni qarshiligi birdaniga tushib ketishni boshlaydi. Faqat termistorlar bilan adashtirmaslik kerak. Ko'rib turganimizdek, varistorlar doim yaltiroq holatda, termistorlar esa g'adir-budir yaltiroq bo'lmagan bir ko'rinishga ega hisoblanadi. Termistorlar umuman boshqa element hisoblanadi. Xo'p, konstruktiv jihatidan qiziquvchilar bo'lsa, quyidagicha tushuntirish mumkin. Bu bayrog'i, ya'ni flajok deymiz. Bu mamdo turgan edi o'zi aslida. Yashil holatda turadi. Mabodo shu chaqmoq uradigan bo'lsa yoki kommutatsion перенапряжение bo'ladigan bo'lsa, ya'ni kuchlanish oshib ketadigan bo'lsa, barcha zarbani o'ziga olgan varistor zarba yuqori yoki o'rtamiyona yoki kichik bo'lishiga qarab jarohati katta bo'lishi mumkin yoki hech narsa qilmasligi ham mumkin. Masalan, impuls unchalik katta bo'lmasa, ya'ni kichik impuls bo'lsa, unda bemalol turib bera oladi, hech narsa bo'lmaydi. Agar impuls kattaroq bo'lsa, ancha jiddiyroq bo'lsa, varistor barcha zarbani yuqori energiyaga ega bo'lgan impuls kuchlanishini o'ziga zarbani qabul qilib oladi va nosoz holatga kelsa, unda albatta juda katta energiya, ya'ni issiqlik ko'rinishidagi energiya o'zidan ajralib chiqadi. O'sha issiqlik energiyasi qanday ish bajaradi? E'tibor berib qarab turamiz. Mana bu oyog'i varistorni orqa tarafidagi oyoq hisoblanadi. Bu mana birinchi oyoq bo'lsa, mana bu yoqda chiqqan ikkinchi oyoq hisoblanadi. Qizib ketganida mana e'tibor bersak, bu yerda bitta pripoy bor va bu yerda ham bitta pripoy bor. Ikkala oyoq ham payat qilingan, ya'ni kavsharlangan. Bu oyog'idagi pripoyimiz erish temperaturasi yuqoriroq bo'ladi. Bu oyog'idagi pripoyimiz erish temperaturasi pastroq bo'ladi. Varistor katta quvvatga ega bo'lgan impuls tokini zarbasini o'ziga qabul qilganda bu albatta qiziydi. Qiziganini asoratidan mana bu oyog'iga issiqlik yetib borib, bu pripoyimiz eriydi va mana bu yerda prujinka itarib turgan hisoblanadi. Eriganida mana bu kontakt ajralib bu yoqqa suriladi. Mana bu plastik ko'rinishidagi mexanizmimiz
bu prujinka orqali bu yoqqa itarib surib qo'yiladi. Va shuni dastidan mana bu bayrog'imiz, ya'ni flajok tepaga chiqadi. Ya'ni qizil rangi tepaga chiqadi va shunda mana bu oynachasidan ko'rinadiki, qizil rangi kirib qolganini va bu o'z navbatida almashtirish kerakligini xabardor qiluvchi indikator hisoblanadi. Mana shu holatda ishlaydi. Mana shu mexanizm bir vaqtning o'zida ham indikator vazifasini bajarayotgan bo'lsa, mana bu plastigimiz, mana bu mexanizmimiz, bu qismidagi mexanizm va bu bilan birgalikda teplovoy расцепителni o'z ichiga oladi. Ya'ni bu metallik kontaktimiz surilganida bu oyoqdan bu kontakt, ya'ni bundoq kelayotgan, mana bu oyoqqa kelayotgan bog'lanish uziladi. Ya'ni shunda qizib ketganini dastidan bu teplovoy расцепитель o'rnida o'z vazifasini bajaradi. Biz buni qizdirib test qilib ko'ramiz va teplovizor yordamida necha gradusda mana shu kontaktidan uzilishini ko'ramiz. Xo'p, eksperiment qilib ko'ramiz. Bunimizni tagidan teplovizor tushirib, tagidan fen bilan qizdiramiz. Ya'ni varistor tarafdan qizdiramiz. Necha gradusga yetganda mana bu teplovoy разъединитель qachon uzilishiga e'tibor beramiz. Hozircha fenimizni 220 gradusdan boshlaymiz. Pritselimizni to'g'rilab olamiz. O'rtarog'iga to'g'irladik. Berishni boshlayapti. +40 e'tibor beramiz. Temperaturani ko'tarar ekanmiz. Fenda 350 ga qo'ydim. Hozir endi plusga e'tibor beramiz. bir yuz o'ttiz yetti, 139. Bir yuz ellik. Tripoy erigandek bo'ldi, lekin temperaturani yana ko'tarar ekanmiz. Plusga e'tibor berib turamiz. İşledi.